Nihoyatda yaxshi bir yarmanka bo'libdi. Men bu Uyg'urlardan keyin bunda yarmankasini hech qanday uning oldida ko'rmagan. Men bugun ko'rgandan keyin bu Arabcha kitoblarniki bu kadar Uyg'urni tunishtirgan, Uyg'urlar davosini, Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur bu soykırımını, yana irqiy qirg'inchilikni tunishtirgan ham Uyg'urni biz Arab davlatlarga, Arab millatlariga tunishtirgan bunda kitobning bija kelganini ko'mabdiman ekan. Men nihoyat xush oldum. Bu Arab kitoblarniki men turg'un olmasdanki Uyg'urlardan boshqa kitobni ko'rib boqmagan Arabchada. Hem ko'rsammi, hem de jurnal xarakterlik ko'rgan. Ma hozir hem de o hammani bir yerga yig'ib qo'ygandan keyin bizga zodi bizning bu davoyimizda Arab dunyosiga tunishtirish bek muhimdi. Arablar bizni hozirga qadar obdan tonimaydi. Bu kitoblarni ilgarigilarninki qoldirgan bizni tunishtirgan, bizning coğrafyamizni, madaniyatimizni, tilimizni tunishtirgan yaxshi bir tunishtirish yarmankasi bo'libdi. Men bek xush oldum.